Mana bugungi kunda sportchilarimiz, yoshlarimiz erishayotgan yutuqlari, mana futbol sohasida, qo'l jangi sohasida imkoniyatlar darajasi juda ham ko'p. Sportchilarimiz soni ham ko'p, ham jahon chempioni, ham olimpiya chempioni. Shu jumladan MMA sohasi ham juda ham katta rivojlanib bormoqda. Buni sababchi prezidentimizga rahmat, hammamiz xursandmiz. Bunaqa sharoitlarda yoshlarimiz bundan ham katta yutuqlarga erishishga tayyor va erishadi ham. Xudo xolasa yoshlarimiz kelajakda so'z beramiz, o'zimiz ham so'z beraman. Xudo xolasa bu yurtimiz bayrog'ini bundan ham baland ko'tarishga va'da beraman. Yoshligimdan ham sportchi bo'lish, ham ichki ishlar xodim bo'lish niyat qilganman. Shuning uchun o'zim niyatlarim yetishib kelmoqdaman hali ham. Armiyada xizmat qildim, undan keldim. 2006-yil Ichki ishlar vazirligi akademiyasini bitirib Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi alohida vazifalarni bajarib safarbar otryadi ish boshladim. Avlon bilet sohibdoriman. MMA sohasiga men o'sha qo'l jangidan qiziqib, hozirgi kunda 3 ta g'alaba, duranglar soni yo'q, yutuq 3 ta yutuq. Mana yaqinda bo'lib o'tgan ozarbayjonlik bilan bo'lgan jangimizda haqiqatan hayajon bo'ldi. Sopernikimizni o'zimdan yosh, kuchli, chempion ringdan chiqishni orasida o'ylandim. Yurtboshimiz oldida, xalqimiz oldida va qarab o'tirgan yurtdoshlarim oldida yutqizib qo'yishdan juda o'zimda nima edi, hayajon juda katta bo'ldi. O'zim ichimda aytdim, yutaman, xudo xolasa yutaman. Faqat yutuqni o'zim fikrlab, chiqishdan fikrlab boraverdim. Chunki hamma sportchida hayajon bo'ladi. Hayajon bo'lmasa bo'lmaydi. Hayajon bilan chiqdim. O'zim bor qilgan trenirovkalarimni, mehnatimni esladim. Yurtboshimizni va fuqarolarimizni, ota-onamni yutqizib qo'yishdan juda uyaldim men. Har bir hujumda qilayotgan harakatini kuzatdim. Birinchi harakatini kuzatdim. Haqiqatan qarasam kuchli va o'zim harakat qildim. O'sha bo'g'ish usul bilan g'alabani kiritdim. Birinchi raundda o'zida 48 sekund o'zida oladi deb hech kim kutmadi. Mahkam ushlab turibdi. Bo'ldi. Jang yakuniga yetmoqda. Toshkent viloyati Qo'ychi tumanida tug'ilganman. 31-maktab bitirganman. Oilam, ayolim, 4 ta farzandim bor. 3 ta qizim, 1 ta o'g'lim bor. Ayolim bilan baxtliman. Ota-onam ham rozi. Chunki shirindan farzandlarim bor. Katta qizim umrga o'tadi, o'g'lim 9 o'tadi. Bittasi 1-sinfga boradi, bittasi 5 yoshga to'ldi. Sport yosh tanlamaydi. Sportga mehr berish kerak. Odam kasal ham bo'lmaydi. Maslahat beraman yoshlarimizni shug'ullanishga. Ota-onalarga ham aytaman, bolalarini sportga vaqtida qarash kerak, o'qishini, sportini. Sport farqi yo'q. Suzishmi, kurashmi, taekvondomi, ATFmi, boksmi farqi yo'q. Lekin sportga berish kerak. Har musobaqani xohlayman, har musobaqa kutaman. Chunki men o'zim yoshligimdan sportga qiziqqanim sababli ko'p mana yoshing adam oymat o'g'lim yoshingga o'tib qoldi. Yo'q, adamga aytaman, ada oyi, men ichimdan chakman, lekin sportdan qaytmayman. Chunki sport men uchun hayot. Yoshlarga ham shuni maslahat beraman. Ichmaslik, chakmaslikni sport bilan shug'ullanishdi. Hali sport tashlash niyatim yo'q. Xudo xolasa o'zimdan keyingi ham shogirdlar chiqarishga tayyorman, ham ustozman. Nima edi, qo'ldan kelgancha o'zimdan keyin qoladigan shogirdlar ko'rishga tayyorman har doim. Yil 2023-yil Toshkent shahar yo'l patrul xizmati maxsus batalon moto guruhiga keldim. Har bir xodim orzusi bo'lsa kerak,
fuqarolarning himoyasini, xavfsizlikni ta'minlagan holda xizmat qilib kelyapman. Ham ustozman, ham o'rgatuvchiman o'zim. Mana mototsiklda ham haydab ketganmiz. Shunchalik bo'lganki, ustoz, men sport bilan shug'ullanishim kerak. Menga vaqt ajratib bering deganda, Nuriddin aka, mana rahbarimiz, zambalimiz menga shu vaqt ajratib, ish faoliyatimdan tashqari har doim menga shor-shoda qilib bergan. Men rahmat deyman, sportimdan ham, olib borayotgan ishlarimdan har doim minnatdorman. Intilish kerak ekan, intilish, faqat intilish. Intilgan narsaga hamma yetadi. Mana salkam ichki ishlar sohasida 20 yil bo'libdiki, xizmat qilib kelyapman. O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga, yurtimga sadoqat bilan xizmat qilaman.